1 stakan sutdan 2 ta katta pitsa pishirishni o'rgataman. Bunaqa mazali, to'yimli pitsadan bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rsangiz, ko'chadan boshqa pitsa yemaydigan bo'lasiz. Qani ketdik. Bismillah deb idishimizga iliq sut, dro'ja, shakar, tuz, yog', ozgina kefir, un solib, qo'lga yopishar-yopishmas xamir qilib olamiz va 1 soatga oshirishga olib qo'yamiz. Oshib chiqqach, xamirni ikkiga bo'lib, stolimizga manniy kruppa jo'xori unidan sepib, xamirni birinchi qo'limiz bilan, keyin juva bilan yoyamiz. Listga pergament qog'ozdan solib, yoyilgan xamirni qo'yamiz. Chetlariga sosiskalarni qo'yib, o'rab chiqamiz. Ketchup bilan mayonez aralashmasini xamirning o'rtasiga va chetlariga suramiz. Xohishga qarab kunjut sepamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan yaxshi eriydigan sirdan bir qismini sepamiz. Ustiga xohlagan kolbasa mahsulotlaringizdan ishlatishingiz mumkin yoki menga o'xshab pishirib olingan tovuqdan foydalansangiz bo'ladi. Pizzamiz pishishiga 5 daqiqa qolganda qolgan sirni ham sepamiz va gaz duxovkasiga yana yuboramiz. Pizzani chetlari ham uvol bo'lmaydi. Yeganlarimiz ibodatlarimizga quvvat bo'lsin, ketqizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.